Erondagi konservativ qanot hisoblangan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQSh va Eron yetakchilari o'rtasida imzolangan memorandumga qaramasdan 20 iyundan boshlab Hormuz bo'g'ozi yana yopilganini e'lon qildi. Bunga Livanda harbiy harakatlarning qayta boshlangani sabab bo'ldi. Isroil va Eron qo'llab-quvvatlaydigan Livanning Hizbulloh harakati 19-iyun kuni o't ochishni to'xtatish haqida kelishuv e'lon qilgan edi. Ammo ortidanoq ertasi kuni Livan janubida yana portlashlar sodir bo'ldi. Shu bilan bir vaqtda Eron tashqi ishlar vazirligi rahbari, Eron rejimidagi mo'tadil qanot vakili Abbos Aroqchi Tehron delegatsiyasi AQSh bilan tinchlik muzokaralarini o'tkazish uchun Shvetsariyaga yo'l olayotganini ma'lum qildi. So'nggi haftalarda Janubiy Livan aholisi Beyrutdagi qochqinlar lagerida yashab kelmoqda edi va yangiliklar ta'sirida ular o'z tug'ilib o'sgan qishloqlariga qaytishga qaror qilishdi. Livanlik qochqin ayolning so'zlari: "O'g'lim, qayting, janubda endi hech narsa qolmadi. Zarbalar bizdan ancha uzoqda berilmoqda va deyarli hech narsa eshitilmayapti", dedi. Ammo kecha qishlog'imizga qaytib kelganimizda butun tun davomida portlashlar sadosi eshitilib turdi. Butun tun zarbalar bo'ldi. Dahshat. Biz u yerdan ertalab soat 5 gacha chiqib keta olmadik, deydi. O'z navbatida Isroil mudofaa armiyasi Hizbullohning o'z kuchlarini qayta tiklashiga va yana Isroil fuqarolariga tahdid solishiga yo'l qo'ymasligini ma'lum qildi. Livan davlat axborot agentligi xabar berishicha, Isroil harbiylarining o'qqa tutishi oqibatida kamida 11 kishi halok bo'lgan. Livandagi o't ochishni to'xtatish sulhi Eronning yadroviy dasturi atrofidagi kelishmovchiliklarni hal qilish bo'yicha AQSh va Eron o'rtasidagi 60 kunlik muzokaralarni boshlash shartlaridan biri hisoblanadi. Hozircha AQSh va Eron prezidentlari o'rtasida faqat tinchlik haqidagi memorandum imzolangan. Vashington va Tehron o'rtasidagi kelishuvdan eng ko'p zarar ko'rishi mumkin bo'lgan davlatlardan biri Isroil hisoblanadi. Bar-Ilan universiteti katta ilmiy xodimi Jonathan Reinholdning fikricha, bu kelishuv Netanyahuning xavfsizlik siyosati muvaffaqiyatsizlikka uchraganini anglatadi. U barcha umidini Tramp bilan munosabatlarga bog'lagan edi. Natijada bu AQShdagi demokratlar bilan munosabatlarning izdan chiqishiga olib keldi. Endi Isroilga nisbatan salbiy munosabatda bo'lgan Demokratik partiya, salbiy munosabatdagi AQSh prezidenti va salbiy munosabatdagi Respublikachilar partiyasining salmoqli qismi mavjud bo'lib, ular avvalgidek Isroilni qo'llab-quvvatlamayapti. Iroqda Ayatullo rejimi tarafdorlari Tehron va Vashington o'rtasida erishilgan kelishuvni AQSh va Isroil bayroqlarini yoqib nishonlashdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, AQSh bilan erishilgan kelishuvlar Eron uchun diplomatik muvaffaqiyat hisoblanadi. Eron hech qachon sanksiyalarni bekor qilish va muzlatilgan aktivlarni ozod qilish bo'yicha amalda muzokaralar olib borish imkoniyatiga ega bo'ladi deb o'ylamagan edi. Bu urush Eronga shunday imkoniyatni berdi. AQSh va Isroil tomonidan Eronga qarshi boshlangan urushdan keyin esa Oyatullo rejimi yanada kuchayishi mumkin. Mintaqadagi yangi keskinlashuv fonida Yevropa ittifoqining bir nechta davlatlari Iordan daryosining g'arbiy sohilidagi Isroil aholi punktlari bilan savdo-sotiqni to'xtatishni talab qilmoqda. Germaniya kansleri Isroilga nisbatan ehtimoliy chora-tadbirlar muhokamasi haqida shunday dedi. AQSh va Eron o'rtasida kelishilgan o't ochishni to'xtatish rejimi Livan janubida ham saqlanishi nihoyatda muhim. Biz Isroil hukumatini Iordan daryosining g'arbiy sohilida aholi punktlari qurilishi bilan bog'liq yanada kuchayishi mumkin bo'lgan keskinlikdan tiyilishga chaqiramiz. Men bu haqida Netanyahu bilan bo'lgan suhbatlarimda bir necha bor ta'kidlaganman. Shuningdek, biz Isroilga nisbatan savdo choralarini ham muhokama qildik va Germaniya hukumati nomidan bunday takliflarni rad etdim. Shu bilan birga AQSh razvedkasi Tramp ma'muriyatini Isroil bosh vaziri Netanyahu, Vashington va Tehron o'rtasidagi uzoq muddatli tinchlik kelishuvini buzishga urinishi mumkinligi haqida ogohlantirdi, deb xabar beradi The Washington Post.